ushbu she'rni yozilganda Qurbonimni tarjima qiling, ya'ni Qur'on kitobni tarjima qiling degan ma'noda yozilgan. Keyin Muhammadni tarjima qiling deb o'zgartirganman. Aslida o'zi Qur'onimni tarjima qiling, o'z so'zim, o'z ona tilimga, men ham axir tushunib yetay, bobom sajda qilgan ilmga. Qur'onimni tarjima qiling, men chanqoqman o'sha ilmga, o'rganishga majburman axir, nur taratgan ming yil yo'limga. Har bir inson tushunib yetsin, inson bergan, Alloh bergan duolar sirin, har bir inson sevadi axir, ilm bergan ustozin pirin. Ilm olish gunohmas evoh, ilm bilan yechilar har choq, iltimosim yerda qoldirma, yaqinroq kel, madad ber Alloh. Tang saharda qiblada ko'zim, Allohimga nido har so'zim, huzuriga borishdan oldin suhbatidan quvonsin ko'zim. Muhammadni tarjima qiling, ko'zini ochsin qizim nabiram, bilmay o'zini qurbon qilganni qabul qilmas ekan qabr ham. Bunday deyishimning sabab, bundan 5-10 yillar oldin ayollarimiz o'rtasida o'zini qurbon qilish, o'ziga o't qo'yib o'zini o'ldirish, shunga o'xshagan hodisalar ko'p bo'lib boshladi. Shu paytlar yozilgan, bir ayrim qismlari shu paytlar yozilgan edi bu she'rni. Shularga qarata yozilgan edi. Shularni jamlab butun qilib yozib chiqqanman. Ermak qilmang mening dinimni. Fransiyaning Sharri jurnalida Muhammad payg'ambarimiz rasmlarini qo'yib, ustidan kulganday qilib karikatura deyiladi, rus tilida karikatura qilib chiqarishuvdi. Shunga munosabat bildirib yozuvdim. Shu paytlar chet ellarda, Suriyalarda qurbonlikka odam so'yish deydimi yoki gunohkorlarni olib chiqib bo'ynidan so'yib ko'rsatib namoyishona so'yishlar odat tusiga kiruvdi. Bu internetda chiqardi, internetda ko'rardik. Shunga shularga munosabat bildirib yozganman. Xudosizlar odam so'yasiz, nafs yo'lida yonib kuyasiz, so'ng musulmon ishi deb tag'in musulmonga ayib qo'yasiz. Qur'onimning xor dushmanlari shahidlikka da'vat qilasiz, farzandlarni jonini tikib o'z joningiz asrab yurasiz. O'sha paytlar Hizbut Tahrir, shunga o'xshagan tashkilotlar paydo bo'lib, o'zimizdan ham ko'p yoshlar shahidlikka deb olib ketishdi, shahidlikka deb ketishdi, jonlarini qurbon qilishdi. 10 minglab yoshlar, statistikalarida o'qiganim rasmi yolg'onmi, 10 mingdan oshdi shunday yoshlar o'zlarini qurbon qilganlari. Qur'onimda yozib qo'yganki, odam so'yish eng oliy gunoh, odam so'ygan odam emas o'zi, odam so'ygan dinsiz bir maraz. She'r chizgan suratni ko'rib, sig'may ketdim jonu tanimga, farangilar ehtiyot bo'ling, hasad qilmang mening dinimga. Yo'qsa bobom temir sovutin kiyib olgum yana egnimga. Sizni hurmat qilganimday men, siz ham qarang mening ko'nglimga. Muhammad ku do'stlik elchisi, adolat va tenglik sovchisi, din dunyoda durdona o'git, bilib o'qing chaynamang chovut. Muhammadni tarjima qiling, 101 tilga, 1001 iqlimga, bilib qo'ysa bilmaganlar ham sajda qilar mening dinimga. 17-yil yozilgan ekan. Ayni shu narsalar, shu hodisalar sodir bo'lgan paytlar yozilgan she'r. Rahmat.